Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kasallikka bo'lgan munosabat haqida gaplashamiz. O'zi kasallik nima? Kasallik o'zi sog'lom insonga, ya'ni sog'lom ruhiyatdagi insonga xosmi? Bu haqida gaplashamiz. Demak, kasallik demak insonni birinchi tanasidan boshlamaydi. Masalan, bu nima degani deyishinglar mumkin. Buni agar ochiqroq yoritadigan bo'lsak, inson bu bir butun tizim, ya'ni insonning tanasi, ongi va ruhiyati bitta butun sistema. Tanani hech qachon bu ikkita sistemadan ajratib olish mumkin emas. Tana chunki bu ong va ruhiyat bilan bog'liq bo'lgan bir butun sistema. Shunday ekan, demak bu yerdan o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, insonning ruhiy holati demak to'g'ridan-to'g'ri tanadagi kasallikka sabab bo'ladi. Endi nima uchun uzoq muddatli davolanishlar hisobiga tibbiyot tomonlama davolanish hisobiga, ya'ni uzoq muddatli preparatlar qabul qilishi mumkin, misol uchun inson kasallik bilan kurashadi hayot davomida, lekin kasallikni tub ildizi yo'qolmaydi. Simptomlar vaqtincha, demak o'sha dori bilan simptom vaqtincha yopish mumkin, lekin u kasallikni asl ildizi kelib chiqish sababi yo'qolmaganligi uchun tanani boshqa joydan demak bu kasallik unib chiqaveradi. Masalan, onkologiya kasalligiga chalingan juda ko'p bemorlar bilan suhbat o'tkazilgan vaqtda shu narsa aniq bo'lganki, ular uzoq muddatli hayot davomida qoniqmaslik hissida yashagan. Ya'ni misol uchun hayotidan, farzandlaridan, turmush tarzidan umuman o'zini unutgan va butun hayotini demak atrofdagi insonlardan, ya'ni tashqi standartlardan tasdiq kutib yashash hisobiga demak qoniqmaslik hissi uzoq muddat davom etgan va shu hisobiga organizmda uzoq vaqt stress gormonlari ishlab chiqarilgan. Va bilamiz, albatta hammamizga ma'lum, demak uzoq vaqt ishlab chiqarilgan stress gormonlari immun sistemani tushirish xususiyatiga ega. Va o'zi sog'lom insonda bir kun davomida demak 3-4 martalab rak hujayralari ishlab chiqariladi. Lekin bizning immun sistemamiz yuqori bo'lganligi uchun rak hujayralarini demak immunitet sistema demak kirib tashlaydi. Lekin shunaqa bemorlar keladiki, nima uchun ularda rak hujayralari bo'lganda immun sistema ularga qarshi kurasha olmay qoladi. Chunki u o'sha bemorlarda uzoq vaqt davomida stress gormonlar ishlab chiqarilgan va organizm ancha kuchsizlangan bo'ladi. Va bu stress gormoni ishlab chiqaradigan sabab demak bizning ruhiy holatimiz. Ruhiy holatimiz to'g'ridan to'g'ri tanadagi demak organik va funksional o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Yaratgan egam tanani shunaqa ajoyib qilib yaratganki, tana o'zini o'zi qayta tiklash, ya'ni regeneratsiya qilish xususiyatiga ega bo'ladi. Masalan, oshqozon osti bezi 2 haftada to'liq o'zini yangilay oladi. Yoki teridagi demak o'sha hujayralar 7 kunda to'liq bo'linib ko'payadi va hokazo. Masalan, jigarni demak jigar sirrozida jigarni 75% olib tashlansa ham qolgan 25% boyagi olib tashlangan 75% ni qayta tiklab 100% butun demak jigar organi yana hosil qila oladi. Ya'ni organizm o'zini o'zi qayta tiklaydi. Har qanday kasallikka qarshi organizm kurasha oladi. Demak, bizning vazifamiz organizm o'zini o'zi qayta tiklashi uchun, regeneratsiyasi uchun sharoit qilib berishimiz. Qanday sharoit qilib berishimiz? Albatta ruhiy holatimiz bilan. Demak, ruhiy holat to'g'ridan to'g'ri tanadagi o'zgarishga sabab bo'ladi. Misol uchun, bir insonni oladigan bo'lsak, hayoti davomida doimiy demak tushkun kayfiyatda yuradigan bo'lsa, o'zidan o'zi qoniqmasa, atrofdagilardan qoniqmasa, demak atrofdagilar insonlarni o'zgartirishga harakat qilsa, boshqarishga harakat qilsa, lekin qo'lidan kelmagandan keyin shuni hisobiga demak inson norozi bo'ladi, g'azabli kayfiyat hosil bo'ladi va bu g'azabini inson ichiga yutadi va shuni hisobiga demak qon tomirlaridagi bosimlarga sabab bo'lishi mumkin. Va shu yerdan kelib chiqadi demak qon bosimini ko'tarish sabablari. Albatta har bir kasallikni demak asl sababi juda ham ildizda chuqurroq joylashgan va bu har bir bemorda individualniy konsultatsiyalar, ya'ni individualniy o'zi bilan ishlash bo'lgan proseslar. Lekin tadqiqotlar, statistikalar shuni aniqlaydiki, juda ko'p bemorlar demak dori bilan tuzalmagan kasalliklar dorisiz asl sababni tushunishni o'zidayoq kasallik demak ketgan bemorlar juda ham ko'p. Chunki har bir kasallikning o'zini missiyasi, ya'ni maqsadi bo'ladi. Insonga o'z-o'zidan kasallik kelmaydi. Kasallik bu insonni bu dunyoda yashayotgan qonuniyatining
demak oxirgi stansiyasi. Ya'ni inson bu dunyoda yashaydi, qaysidir qonunlarda, misol uchun destruktiv qonunlarda yashaydi va bu qonunning demak natijasi sifatida insonga kasallik keladi. Va agar inson aynasa, bu kasallik inson tanasidan ko'tariladi va kasallik o'zini maqsadini, ya'ni missiyasini bajargan hisoblanadi. Demak, har qanday kasallik bu hayotda tuzalish imkoniyati bor. Sababi Alloh taolo organizmda, ya'ni insonni tanasini, skafandrni shunaqa darajada mukammal qilib yaratgan, o'zini o'zi har qanday holatda tiklay oladi. Faqat biz unga demak sharoit yaratib berishimiz kerak va uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Demak, inson kasallik bu inson dushmani emas, balki unga yordam berish uchun, unga nimanidir anglatish uchun demak kelgan signal deb qabul qilsak to'g'ri bo'ladi. Va kasallik insonga nega kelganini anglagan zahotiyoq unda demak o'z-o'zidan tuzalish holati, protsessi boshlanadi.